Hammaga salom. Bugun sizlarga chia bilan eng oson ikkita retsept beraman va bilamanki sizlarga ham menimcha yoqsa kerak, chunki bu ham oshqozoningizga juda ham foydali. Ham kim semirmoqchi bo'lsa ham yesa bo'ladi, kim ozmoqchi bo'lsa ham yesa bo'ladi yoki ichsa bo'ladi. Birinchisi bu meva bilan любой bitta mevani olasizlar, uni yaxshilab ezib, ustiga 2 chaynak ложка chiyani qo'shasizlar, keyin sut bilan aralashtirib, xona haroratida 1-2 soat tindirib qo'yasizlar, keyin yeb zavtrak o'rniga bemalol xohlagan ishlarni qilib yoki o'qishga, ishga ketsanglar bo'ladi. Ikkinchi usul, oddiy suvga 2 chaynak ложка chiyani solib, uni ham yaxshilab aralashtirib, nabuhatsa qilishini kutasizlar. Yarim soat, 1 soat yoki 2 soat qancha ko'p tursa, shuncha yaxshi. Uni ham shunday ichib ketsanglar bo'ladi. Kim agar semirmoqchi bo'lsa, unda zavtrak bilan birga shuni yesa, semirishga ham yordam beradi. Mana shunaqa retseptlardan ko'proq bo'lsin desanglar yoki qanaqa ma'lumotlar sizlarni qiziqtirsa, обязательно kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi reelslarda, keyingi videolarda o'shunaqa videolar olishga harakat qilaman. Пока.